أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ومن حج عن غيره ينوي الحج عنه. Birisi başka bir kişi için haj qilgan holda osh kishining o'rnida haj qildim deb niyat qilishi lozim. Bu boshqalar uchun haj qo'yish uchun Hanifi mazhab belgilagan shartlarning birisi. O'tgan darsda bir nechta shartni bayon qilganman. O'lib ketgan bo'lsa yoki umrining oxiri qadar borolmaydigan bo'lib qolgan bo'lsa degandek shartni bayon qilgan. Hanifi mazhab kitoblarida bu shartni 20 ga yaqin shart belgilaydi. Bu kitobda bu shartlarning asosini bir-birlab bayon qiladi. Masalan, o'lib ketgan bo'lsa dedi. Yana birisi o'lganga qadar borolmaydigan bo'lsa, yana o'sha hajga mening o'rnimda berib qo'yslar, mening o'rnimda haj qilib qo'yslar deb buyurishi lozim. Buyurmagan ahvolda mirosxo'r bo'lib qolsa, dadasining o'rnida emasdan, onasining o'rnida qilib qo'ysa bo'ldi, lekin mirosxo'r bo'lmagan taqdirda buyurmagan ahvolda bo'lmaydi. Va allaysa lil insani illa ma sa'a. Ham bo'g'achqa, u buyurmagan kishi qanday bir sado chiqmasa, uni o'rnida qilib qo'ysa bo'lmaydi deydi. Lekin mirosxo'r bo'lib qolsa, u min sa'ihi, mirosxo'r bo'g'achqa. Yana o'sha haj qilish uchun hajlangan chiqim hammasi ko'p qismi shu buyurgan kishi yendan chiqim qilish lozim. Chiqim qilmagan ahvolda bo'lmaydi. Yana shu kishi turgan yurtdan qo'zg'alib haj qilish lozim. Ya'ni shu hajga bormoqchi bo'lgan kishi, shu qolib qoladigan kishi uchun haj qilmoqchi bo'lsa, masalan, Urumchida yashagan bo'lsa, Urumchidan qo'zg'alib haj qilish lozim. Lekin Qashqaryo Xotondagi kishiga Makka turgan kishi ya Madinadan ma'lum haj qo'yib bo'lmaydi dedi. Ash kishi nerede olsa, uning o'rnida haj qilgan kishi shu yurtidan qo'zg'alishi lozim. Ham chiqimini mo yurtidan tortib berib kelgan qadar butun chiqimini ko'tarishi lozim. $500 unda bir qo'yib bo'lmaydi. Shu Hanifi mazhabining o'lchami bo'yicha bo'lmaydi. Faqat lamda qiyosimizdan chiqib istahsanning qo'ysa bo'lishi mumkin. Boshqa mazhabda bo'ldi, Hanifi mazhabda bo'lmadi. Yana hajga borgan kishi men bu shayni falan uchun qildim deb niyat qilish lozim. Hech bo'lmasa miqatdan o'tgan chog'da niyat qilish lozim. Ehramga kirgan chog'da. Hajga borgan kishi aql baliq muslim, shunda ahli tava bo'lish lozim. Kichik bolani yoki xristianni haj qo'yishlis bo'lmaydi. Falani mening o'rnimda haj qo'ysin deb o'sha bir kishini belgilagan taqdirda shu kishidan boshqasi bo'lsa bo'lmaydi. Belgilmay, qaysi bir kishi olsun shu haj qo'ysin desa mayli. Yana kira shaqqi degan narsani deyishmaslik lozim. Agar kira shaqqi men o'rnida qo'ysa sizga manchi pul beray, tapanaq beray, yoki manchi pul beray deb qolsa bo'lmaydi. Chunki bu ibodatda kira kasb qilish ibodat. Ibodat aqlam ixlos bilan bo'lishi lozim. Bo'lmaydigan edim bilan qolsa, mesela sen berberden kılver, tadı bulamılar yani buyurukçe. Toplu çıkımın kiraları, barıp ketken mi çıkımı götürüyorlar mı? Hem çıkımı götürdü. Demek bu şartlar 20 ga yakın şart var. Çokum niyet kılış lazım. Ben falanın orada hajga bormaya deb ihram kirgan chaqda aqalli taqdir shu chaqda niyat bilan ihram kirish lazım. Li'annal a'mal bin-niyat wal aslu asli qoida mushu ibodatni o'zi uchun boshqalar uchun qilish masalasida anna kullu amilin ya'malu nafsi. Asli qoida, asl degan o'shada al-qoida al-mustamirra degan ma'noda. Asosiy dalil degan gap emas. Chunki asl degan so'z biz al-qoida al-mustamirra, ad-dalil, al-maqis alayhi degan ma'no kirdi. Bu yerda asli qoida her bir kishi o'zi uchun amal qiladi. Fala budda min an-niyya limtithal al-amr. Allah Teala'nın haj qilinglar degan buyrug'ini ijro qilish uchun niyat lozim. Va li annahu ibadatun tajri fiha an-niyaba. Mush haj ibadati birisi uzrlik bo'lgan ahvolda borolmaydigan bo'lsa, o'rinda qilib qo'ysa bo'ladigan ibodat. Va ya g'ayr muvaqqata. Bu umrda bir qatim qilgan ibodat. Ya'ni mush yil qilishing lozim yoki falan yil degan gap yo'q. Chunki haj umrda bir qatim qilgan farz. İmkoniyati bor turib uni kechiktirib o'tib qolsa,
günahkar oludu. Ömürden ahir kadar çokum onu özü orunduşı lazım buludu. Eğer ömürden ahir kadar baranmaydıgan bulap kalsa, özünün ornida başka birisini evetip hech kıldırış, Allah Teala'nın fazl merhameti bilen yol koyulgan iş. Davanken başkalarını özünün ornida evetse buludu. Fecaze en yaqa'an gayrihi ma vecebe aleyh. Davanken aş kişiye vacip bolgan aş ibadet başkalar orunda koysumu buludu. Ma vecebe aleyh yani ala gayrihi. Ala gayrihi vacip bolgan ibadetni bu kişi orunda koysun buludu. Feyenmi anhu. Davanken aş kişiye tava bulaş üçün niyet kılış gerek. Aş kişinin orunda niyet kılış lazım. Liyaqa'anil amr. Hech qo'yslar deb buyurgan kishi uchun bo'lish uchun cho'qim shu kishi uchun niyat qilish lozim. Uning vojib bo'lgan kishiniki g'ayridan tushib qo'yish mumkin. Shuning uchun buyurgan kishini tushish uchun niyat qilish kerak. Yo'q, shuning kitobdagisi xato o'xshaydi. Fajaza an yaqa'an g'ayrihi. Chunki waqa'an degan ash g'ayriga hisoblab ketdi degan gap. Undan ki ma vacebe aleyh g'ayriga farz bo'lgan haj boshqa kishining o'rindishi bilan asli farz bo'lgan kishining gardinidan saqit bo'lib ketdi. Bunday bo'lish uchun cho'qim boshqa kishiga qildim deb niyat qilish lozim. Hozir shu hajga borgan kishining haji kim uchun bo'ldi? Taqoga kishi uchun bo'ldi. Undan ki ash kishiga tava bo'lish uchun cho'qim niyat qilmasa bo'lmaydi. Ulan müşahede aş kişi çokum buyuruşu lazım diyen bir numara şart varmış. Benim ornumda koysla ben baramladım da aşında buyuruşu lazım. Aşında bir sada çıkışı lazım. Eğer onda sada çıkmagan takdirde bir halıgan çıkıp koysa caiz demezse. Fakat lan miras koru olup kalsa miras koru koysa oldu. Çünkü miras koru diye adette aş kişinin kazını tolap koyduğun içinde izbasarlık nımısı boğaçka bu şu kişi koygandak bir ahvalan. Bu da qaz bo'lib qolsa, biraz so'ra to'lab qo'ydi, shunga o'xshash. Va yaqulu labbayka bi hajjatin an fulan. Boshqa kishi uchun haj qilgan vaqtida, ehromga kirgan chaqda, tili bilan niyat qilgan chaqda, mushunda niyat qildi. Labbayka bi hajjatin an fulan. Biz yuqorida niyat qilgan ahvolda degandek Allohumma yassirha va taqabbalha degandek duoni bilib qilsin bo'ladi. Falanidan hajga niyat qildim, labbayka deb keldim, deb ashuna niyat qildim. Walau lam yanwi tili bilan undan niyat qilmasam-o jaiz bo'lardi. Tili bilan niyat qilsa afzal. Tili bilan niyat qilmagan ahvolda dili bilan niyat qilsa hisob bo'ladi. Li'annahu ta'ala muttali'un 'alas-sara'ir. Chunki Alloh taolo dillardagini bilib turguchidir. Ya'ni shu tili bilan niyat qilib qolsa yetarli. Chunki biz niyatning o'rni qalb dedik. An-niyya mahalluhul qalb. Eğer aşı jutkab qolgan kishiningki ismini atashni unutib qolsa, aşı menga topilgan shu kishi uchun qilaman deb menda niyat qilsin bo'ldi. Ammo ism atamay mubham holatda niyat qilib qolsa, masalan, hajga borgan chaqda, ehromga kelgan chaqda, hajga ehrom bog'dim deb lan shundan unutib qolgan bo'lsa, haj faoliyatiga tutish qilishdan burun kim uchun haj qilganligini bekitibasi bo'ldi. Masalan, tavaful qudum qilishdan burun yoki uddul arpat chiqgan bo'lsa, arpat tag'ida turishdan burun men falan uchun ehrom bog'lagan, falan uchun qilmoqchiman deb tafsilotini divas bo'ldi. Agar arpat turib bo'lsa, o chaqda falan uchun qilgan ashu tunigan arpat turib qilganini desa bo'ldi. O'zi uchun hisoblab ketdi. Boshqalar shu hisoblanmaydi. Arpatdan burun agar uddul arpat chiqqan bo'lsa yoki kile tavaf qudum qilib bunda faoliyat qilgan bo'lsa, shu dastlabda shu tavaf qilishdan burun bekitilish lozim. Haj qironni agar ijisi haj qiron deb topilgan bo'lsa, tavaful umrini qilishdan burun shuni tayinlash lozim. Hisobim chunki buni ehrom bog'lashda biraqlama ehrom bog'lagan. قال ويجوز حج الصرورة والمرأة والعبد. صرورة إصرار دين كيان عند بالله چن turagandek mazmun var. Yani bu sarura degan bir kishining sufti hozir bu. Sarura o'z uchun farzaj qilib bakmagan kishi. Xuddi hech qilmayman men deb o'yinda turagandek bir kishi.
Shu kishi boshqalar uchun farz hajni qilmagan kishi uchun haj qilib qo'ysa bo'ldi deydi. Hanifi mazhabda bu ma'al karaha, yajuz ma'al karaha. Wal mar'a ayol kishimi shunda? Nima uchun ayol kishi er kishi uchun haj qilib qo'ysa bo'ladi ma'al karaha deydi Hanifi mazhabda. Chunki ayol kishining haji erninki qaraganda sal kamroq bo'ldi deydi. Ba'zi faoliyatlar jihatdan kamroq bo'ldi. Masalan, ayol kishi haj qilgan vaqtida ramal yo'q. Safa Marvadagi ikki belgining oraliqida ildam yugurib manish yo'q, sa'i yo'q. Sa'i fi batnul vadi. Ovozi ulluk to'lab labbayga deb to'lash yo'q. Chachchu tishmi yo'q. Ehramlik kiyishdimi farqli. Ammo shunda bo'lg'achqa haj bo'ldi. O'rinda ayol kishi haj qilib qo'ysa. Lekin karaha bilan joiz bo'ldi deydi. Val abd qul kishi xo'jayin ruxsat qilgan taqdirdami, hur kishi uchun o'rinda haj qilib qo'ysa, yajuz ma'al karaha. Nima uchun joiz bo'ldi? Li vujud af'alil hajj. Chunki bu uch turli kishi haj qilib qo'ysa boshqalar uchun haj faoliyatini o'rindigan bo'ldi. Haj faoliyati vujud chiqdi deymiz. Va niyya anil amr ka g'ayrihim. Va niyya anil amr va men uchun haj qilib qo'ysalar deb buyurgan kishimi osh kishining o'zi uchun haj qilib qo'yishni niyat qildi. Bularmi osh kishi uchun haj qilishni niyat qildi. Ka g'ayrihim. Ya'ni shu 3 kishi hozir boshqa odatli kishilarga o'xshashmi qiyos. Ka g'ayrihim. O'zi haj qilib boqmagan, farz hajni qilib boqmagan kishi, ayol kishi va qul boshqa odatli kishilar bilan o'xshash deymiz. Sarura qanday kishi desa, vallazi lam yahujja an nafsihi. Ya'ni o'zi uchun faqat haj qilib boqmagan kishi, farz hajni ado qilmagan kishi. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam jawaza hajjal khat'amiyyati an abiha min g'ayri an yas'alaha hal hajjat an nafsiha am la. Ana Hanifi mazhabinki mush ahvolda o'zi uchun farz haj qilmagan kishi boshqalar uchun haj qilib qo'yish bo'ldi deganning dalili Aşı Hasamiye, Fadl ibn Abbas, Resulullah'ın hakkının geçip doğan çağdaki soruğa vakalıktı. Hadis şu dedi. Aşı ayal, ben atam için açıp koysam bulamı da soğan çağda Resulullah salsam o ayaldan siz özünüzge eşkigan mı? Özünüzge eşkigan bolsun, anda kesin buldu da tefsilatını sormağa. Bundan ki özü için eşkigan bolsun, ya ki eşkilmagan bolsun, aşı ayal atış için eşkiysa hesap buldu diyenini köştü doğru. Yana Burayda radhiyallohu anhu'ningki hadisimi shuni ko'rsatdi. Sahih Muslimdagi Burayda radhiyallohu anhuning yana Ibn Abbas radhiyallohu anhuning hadislarimi shuni ko'rsatdi. Walau kana la sa'alaha ta'liman wa bayana. Agar ashunda bir shart bo'lgan bo'lsa, yani o'zi uchun haj qilib qo'ygan kishi undan boshqa haj qila oladi, bo'lmas qilolmaydi degan bir shart bo'lgan bo'lsa, albatta ash Hasamiyya ash ayoldan tafsili so'ragan bo'ladi. U ayolga o'g'itib qo'yganlik jihatdan va tafsili bayon qilish uchun unda so'ragan bo'ladi. Shubrining taqshidi. Shubrining hadisi aldulam ashadisning saylikida gap bor. Bu bir. Ikkinchisi Shubrining hadisi Shubriga niyat qilgan bo'lsang hisob bo'lmaydi deganligini ko'rsatmaydi. Texmo mukammal bo'lgan, sen aldular o'zingga qil, undan keyin boshqalik qil degan ma'noni bildirdi deb tushundirdim. Ya'ni bu mazhablar. Wal awla an yaxtara rajulan hurran aqilan balighan qad hajja. Yani bu talashda, yani shu bir ixtilof bor. Mush masalada bir ixtilof bo'lg'achqa, yani osh kishi o'zining farzajini qilmagan bo'lsa, boshqalar uchun haj qilib qo'ysa bo'ladi, bo'lmaydi degan bir masala bo'lg'achqa, yani bir mazhab bo'ldi-da, mal karahat tanziyya yoki tahrimiya. Imom Shafiy rahmatullohi alayhi bo'lmaydi degan bo'lg'achqa, eng afzali bu talashdash darsidan chiqish uchun haj qilib qo'ygan bir aql baliq to'liq ahliyati bor va haj faoliyatlarini qilishni obdan biladigan unda ulamo yoki ahli ilm va taqvodor kishini tanlasa hech qanday shamol o'tmaydigan darajada to'g'ri bo'ldi. Liyaqa hajjuhu ala akmal wujuh, ang mukammal shaklda bo'ldi. U karaha degan masala bo'lmaydi. Va yakhruja bihi anil khilaf. Buning bilan talash tortishlardan chiqdi. Ham talash tortishlardan chiqish degan so'zni qarasak, bu yerda karaha tanzihiyya degandek mazmun chiqdi. Çünkü al-khuruj min al-khilaf mustahabbun. Agar ayol kishi ayollardan qo'llab-quvvatlash bo'lsa,
kirahiye bulmaydı. Çünkü o okşaş derizde. Muş kirahe, yani bir mazhabının bazı kitaplarda tahrimiye deb bayan kılgan, bazı kitaplarda tenzihiye deb bayan kılgan. Ma ihtiyardaki tenzihiye degende göründü. Yani bazı ulamalar buyruğuçıga nisbeten tenzihiye, kirahe tenzihiye oldu. Sen üzerinin okşaş derizki rahat orasaj kılgan kişinin buyuruşun lazım degende mazmun var. Lekin hajga bardigan kishi uchun tahrimiya. Ash turli kishilar boshqa uchun nazqishga shunda holatda berib qolsa, haramlik bilan jaiz bo'ldi deb tarjih qilgan. Qulga kelsak, qul o'zidan farzini ado qilishga salohiyat yo'q. Ularning boshqalar uchun salohiyati bo'lmaydi. Yana mazmun chiqdi. Lekin bu kitobda xo'jayinning ruxsatini olish ammasini bayon qilmadi. Boshqa kitobda xo'jayinning ruxsatini olib, boshqalar uchun chiqib qo'ysa, yajuz mal karaha deydi. Yani mushu masalda ulamalar tilab chiqqan, mushu hajj sarura an g'ayrihi hajjatul islam. O'zi uchun farz hajni qilib boqmagan kishi boshqalar uchun haj qilib qo'yish bo'lamdi degan masalada ulamalar tilab chiqqan. Hanafi mazhabning va Maliki mazhabning qarashi, ya'ni Imom Ahmadning bir rivoyat, Zahiri ilami mushtarashda İbrahim an-Naxai va Hasan al-Basri degandek tabi'inlarning qarashi, o'zi uchun farzini qilib boqmagan kishi boshqalar uchun haj qilib qo'ysa, karaha bilan jaiz bo'ldi degan qarash. Mush kitob chiqqani shu. Ikkinchi qarash, o'zi uchun farz haj qilmagan bo'lsa, boshqalar uchun haj qilib qo'yish bo'lmaydi. Albatta o'zi uchun qilish lozim. Agar boshqalar uchun qilib qo'yishdan bo'lmoqcha, boshqalar uchun qilib qo'yishi bekor bo'lib ketdi. Ularning bu qilgan haj kimga tava bo'ldi? O'zi uchun bo'lib ketdi deydi. Xuddi masalan mazhabda dedikku, Ramazonda boshqa bir qazo ro'za yoki boshqa bir mustahab, nafla, sunnat ro'zani niyat qilsangmi, Ramazonning ro'zasiga hisob qilib ketdi, avtomatik dedi. Nima? Chunki anna tayin fil mutayyin lagun dedi. Boshqalar uchun haj qilma degani bekor. Bu o'zligidan o'ziga tava haj bo'lib ketdi. Bu Shafi'i mazhabining, Hanbali mazhabining, Avza'i va Ishaq ibn Rahoyning qarashi. Bular shu Shubrumning hadisini dal qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Sunan Abi Dawud hadis. Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam sami'a rajulan yaqulu labbayka an Shubrumah, qala man Shubrumah, qala akhun li aw qaribun li, qala hajjta an nafsik, qala la, qala hujja an nafsika thumma hujja an Shubrumah. Bu hadisni ba'zi ulamalar sahih, marfu deb qaragan, ba'zi ulamalar mavquf deb mubahalagan. Müşahidesinin zahirden özü şunu haj qilmagan kishi boshqalar uchun haj qilsa bo'lmaydi. Çünkü Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerda shunda bir mazmunda gap qilgan dedi. Yana bular la sarurata fil islam degandek bir hadisni dalil qilgan. Bu Abu Dawud va Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis, Hakim va ba'zilar sahih deb qaragan. Lekin la sarura fil islam degan ish qilmani ishiltildi. Biri la sarura fil islam degan to'y qilmay unda yashab o'tib ketish yo'q islomda. Rahbaniya va shunda rahib bo'lib yashab ketish yo'q degan mazmun bor. Chunki sarura degan isrordan kelgan so'z. Ya'ni men to'y qilmay yashayman degandek bir odam bo'lsa, bu sarura bo'ldi. Burun arab tilida shunda so'z bordi. Ammo islomga kelgandan keyin sarura degan so'z haj qilmay yashagan odam degandek ma'noda. Bu dajbamayman deb chin turg'andek. Bunda bir ahvolda kishi demakchi. Undan keyin bu ikki ehtimollik bor. To'y qilmay yashab ketish yo'q islom degan bo'ldi. Haj qilmay bunda umrining oxiriga qadar yashash yo'q degan bo'ldi. Undan keyin bu ehtimollik bo'lg'achqa bu dalil bo'lmaydi. Ad-dalil idza tatarraqa ilayhi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Yani üçüncü bir qarashim bor. Boshqalar uchun haj qo'ygan kishi o'zi uchun farz haj qilmagan bo'lsa, bu bekor emas. Bu İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan Imom Ahmaddan kelgan bir rivoyat. Lekin Imom Shafi'i rahmatullohi alayhi bu Shubrumning hadisini dalil qildi shunama. Yani bu mazhabning dalil qilgan Qasamiyya, Ibn Abbasning va Burayda radhiyallohu anhu hadislari sahihrak undan. Sahihni kelgan. Lekin mushunda Shubrumadan niyat qilgan ahvolda o'zing hisoblab ketdi Rasululloh. Shafi'i mazhab degandek. Yap onu sen üzenge bir eşkil ondan keyin boshqalik qil dedi. Bu mustahablikni ko'rsatdi deb mazmun chiqarsin bo'ladi. Agar Shubrumadan niyat qilgan ahvolda Shubrumga hisob bo'lib ketibdi, desimi to'g'ri chiqdi.
ayol kishi adamning o'rnida ajib qo'ymasmiz. Shu adam shundan mahrum bo'lishi kerakmi? Neden mahrum bo'lmasin? Ya onunla münasip yok. Münasip yok. Mahrum bo'lmasa ajib qo'yish bo'lardi. Bular. Yani emir bilen ma'murning orlig'ida mahramiya bo'lish kerak emas. Lekin shu ayol bo'lgan ahvolda ayol bilan birga mahrami bilib berishi lozim. Mahramsiz bas bo'lmaydi. قال ودم المتعة والقران والجنايات على المأمور. متعة يعني تمتع والقران وأجزاء واجباتlarni qilmaganlikdan yoki mahzuratul ihrom sababidan bira qon kelib qolgan ahvolda yoki shunda ochlik berdigan, shunda pul chiqim qildigan ahvol bo'lib qolsa, bu hammasi ashajga bo'lgan kishining ustiga bo'ladi. Amma damul mut'a val qiron bu ikkisi kelsak, fali annahu wajaba shukran. Bu damu shukran dedik biz. Damu shukran emas, damu shukran dedik. Haythu wuffiqa li ada'in nuskayn. Chunki bo'lgan kishi umr bilan hajni bir safarda biroqlan qilishga muvaffaq qilingan. Shunga shukranisi uchun bunda qurbonlik qilgan ahvol bo'lg'achqa, hozir shu ikki ishni biroqlam qilgan kishi hajga borgan kishi va vallazi hasalallahu hadhihi ni'ma. Musho qaysi ahvolda shu uyda qilib men uchun haj qo'yishlar degan kishi, men uchun qiron qilib qo'yishlar, men uchun tamattu qilib qo'yishlar degan ahvolda shunda. Yoki ikki kishi ash bir odamni buyuribdi. Birisi men uchun umra qilib qo'yishlar, birisi men uchun haj qilib qo'yishlar. Ikkidan buyruq ahvolda, ya'ni buyruq bo'yicha shunday qilgan ahvolda shunda. Lekin buyruqsiz masalan birisi men uchun haj qilib qo'yishlar desaqchi bu tamattu'ni qildim deb mangan bo'lsa, ya qiron qildim deb mangan bo'lsa, u chaqda bağı adam o'zi qurbonlikning chiqimini o'zi qildi. Nima uchun? Asli bu hajga yolg'iz borgan bo'lsa, qurbonlik ketmaydi. Umrni qetib qo'yaplar bunga. Qurbonlikni vojib qo'ygan ekan, u o'zining endi qildi. Lekin ruxsat qilgan chaqda, maktabda ruxsat qilgan ahvoldami o'zining endidan to'laydi deysizmi? Lekin ruxsat qilgan ahvolda shu buyrug'ichi to'laydi desa, bu muvofiq. Çünkü bu kim uchun qilyapti bu ishni? Shu o'yda qolgan kishi uchun. Va amma damul jinoyat fali annahu huval jani fa alayhi kaffara. Jinoyat uchun to'laydigan fidya kaffaratli bo'lib qolsa, bu sog'lom haj qilmay, endi chataq chiqargan ekan, buning chiqimi o'ziga, o'zining yendan sarf qiladi. Bu aniq. Qala va damul ihsari ala al-amir. Endi dushman yoki kasallik va shunga o'xshash sabablardan hajga boramay to'slab qolgan ahvolda kiladigan qurbonlik shu uyda qolgan kishi shu yendan to'laydi. Annahu allazi warratahu fi. Chunki musho kashilg'a tiqib qo'ygan kishi kim? Shu uyda qolgan kishi shu tiqib qo'ydi bu odamni. Fajib alayhi khalasuhu minhum. Undan uni ashundan qutuldirish buning gardiniga vojib bo'ladi. Va in hajjan mayyitin fa fi malil mayyit. Agar o'lib ketgan bir kishi uchun haj qo'yib muhsar bo'lib qolgan bo'lsa, bu damul ihsar shu mayitning mol-mulkidan sarf qilinadi. Va ya'tabiru min jami'il mal. Bütün mirasdan hajlandi. Bütün mirasdan hajlandi. Yana vacib alayhi xalasuhu fasara daynan alayhi. Chunki ash mayit uchun hajga borgan kishi muhsar bo'lib qolsa, buning gardini qurbonlik kelib qolsa, shu qurbonlikni to'litishi o'sha odamning gardiniga bir qarz. Ya'ni ash odamga ash qurbonlikning pulini to'lishi lozim. Lekin o'sha mayitning gardiniga bir qarz o'xshash, lekin o'zi to'laydi. Ham yoda Hanif mazhabda ikki xil qarash bor aslida. Min jami'il mal min thuluth at-tarka. Min jami'il mal masalan 100 ming qo'yib ketgan bo'lsa, shu 100 ming qo'ydan ash pullarni hajlaymiz. Masalan, hajga biriktirishga 3dan 1ni belgilab 33 ming qo'yni. Keyin bu qurbonlik, ya'ni 5 ming qo'y ortiqchini qilsa, 3dan 1ni hajlab bo'ldik, ammo boshqa merosxo'rlarning da hajmay turoldigan shu. Bu boshqaning qazga o'xshash 33 ming qo'y, ya'ni bizning 5 ming qo'y qaz chiqib qolsa, berib aytgandek lan, uningdan qolib qolganini andin merosxo'rlarga taqsim qilamiz. Genel mal yana mana shu. Endi men sulusi tark deb qolsak, 3dan 1ga qadar 30 ming qo'y shunda hajlab bo'ldikmi? Undan keyin 5 ming qo'y damul ihsar deb chiqib qolsa, ular kelgan uning boshqa pul yo'q endi, pul bermaymiz deb to'xtab qo'ygan. Ya'ni merosxo'rlari yendan bir qo'ydi. Nimaninki qazi emas bu, to'laydigan nimasi yo'q degandek mazmun chiqadi.
Nalga Hanifi mazhabdan şu asas mu'tamad bo'lgan ko'proq ulamolar tanlig'ini min jami'al mal, ba'zi ulamolar min as-sulus degan. Xuddi shu vasiyat qilsa 3dan 1 doirasida ijro qilinadi, shunga o'xshash. Mushu hamda vasiyatning bir agash kuchisi, shuning bir tavallikligini narsa deb qarab 3dan 1 deb bekitgan. Wa Nabi Yusuf annahu ala al-hajj. Abu Yusuf rahmatullohi alayhi mush damul yahsarnimi ilgirki 3 narsaga o'xshashlar. Hajga borgan kishi yendan to'laydi. Li'annahu wajaba liyatahallal. Chunki damul ihsar nima uchun vojib bo'lgansa, o'sha ihramdan chiqib olish uchun vojib bo'lgan. Ihramdan chiqmoqchi, erimga bormay turib ihramdan chiqish uchun qurbonlik vojib bo'lgan. Fa yakhlusa an darar imtidad al-ihram. Natijada bu ihramdan chiqibdan uzun muddat ihramda turib ketishdan keladigan ziyondan qutulgan bo'ladi. Foydalanuvchi mushu demakchi Abu Yusuf. Va javobuhu tarafanning Abu Yusufga qarata bergan javobi ma marra annahu wallazi awqa'u fi. Shu uyda qilib qolgan kishi bu kishini mushu mushkiliga shu tiqib qo'ygan. Undan keyin shu to'lish lozim. Qala va in jama'a qabla al-wuqufi damina an-nafaqa. Arfat maydonida turishdan ilgari jima qilib qolsa, boshqalar uchun hajga borgan kishi bu ahvolda qanday bo'ldi? Haj bekavldi, buzildi. Fasadul haj kelib chiqdi. Undan keyin bu haj buzilib ketdi hozir. Buzilib ketgandan keyin dominan nafaqa. Bu hajga berib kelishga hajgan pulni to'laydi. Li'annahu ma'murun bil hajj as-sahih. Chunki bu to'g'ri haj qilib qo'yilsa, unda buyurilgan çataqni o'zi chiqadi. Va hada fasid faqat khalaf al-amr. Bu buyruqqa xilof qilib hajni buzib soldi. Va alayhi dam. Buningga bir qo'y vojib bo'ldi. Yantaqa o'zining mol-mulki bilan kelar yili hajga berish lozim degan mazmun chiqdi. Boshqalar uchun hajga bordi, lekin huquqdan burun jima qilgan buzatsa, hajni bu hajga berib buzatgandek bo'ldimi? Anken bu kelar yili o'zining yendan chiqim qilib hajga berishi lozim va bir qo'y qurbonlik qildi degan mazmun chiqdi. Nafaqani to'lash lozimdir. Buni to'laydi kelar yili yendan chiqdi. لأن الجماع فعله بزوتش أشنو شيء وإن فاته الحج أن bu hajga bordi, lekin yo'lda masalan og'rib yetib qoldi, bir uzri bo'ldi. Uzr sababidan hajga ulgurolmay qolgan ahvol bo'lsa, masalan limaradan kasal qilib, va habsin ya saqchija tutilib turmusolab qo'yib, keyin qo'yib bergancha bo'lsa tuyab bo'lgan, va harabal mukari yoki kirakash burunqi tugichi deymiz, masalan karvonchi deganda kishilar tugisini ilib ham qishib ketdi. Hozir qanday shopirlar avtobusdan shuna tushirib avtobusda qishib ketdi, masalan. أو ماتت الدابة ياكي من جاء أولاب قلبه فله أن ينفق من مال الميت حتى يرجع إلى أهله. أشو ميت منك أجي بريش إشلتان دباغن بلدن خيزلاب جتغا قايت واسب ولده. وأن محمد في نوادر ابن سماعة إمام محمد ابن سماعة منك نوادر لين كتاب رواية الشيء أن له نفقة ذهابه دون إيابه. وبريش إشلتان بلدن juda qaytish ishlasi bo'lmaydi deb kelgan dedi. Lekin bu navodir. Biz navodirni degan to, Hanifi mazhabdagi masalalarningki kuchlik, ojizlik darajasi 3 daraja bo'ldi. Birisi zohir rivoyat. Zohir rivoyatga Imom Abu Hanifa va sohibayndan Imom Muhammadning 6 kitobida Imom Muhammad rivoyat qilgan masalalar zohir rivoyat. Ya'ni al-mabsut, az-ziyadat الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير. 6 kitapta İmam Muhammed rivayet qilgan zahir rivoyat bo'ldi. İmam Muhammedning 6 kitobdan boshqa kitoblari bo'lib qolsa, navodir dedi. Masalan, Jurjaniyat, Kesaniyat, Aruniyat, Ruqayyat degandek. Endi İmam Muhammeddan yoki boshqa imomlardan shogirdlari boshqa kitobda rivoyat qilgan qarash bo'lib qolsa, bu navodir. Rivoyat navodir bu 2 darajali. Ishonchlikda 2 darajalik. 3 darajaga al-fatava va al-waqi'at. Undan keyin shogirdlari ilgirki imomlar duch kelmagan masala so'ralsa, fatvo bergan bo'lsa, bu masail al-waqi'at bo'ldi. Imom Abu Hanifaning shogirdlari masalan Imom Abu Yusuf al-Amali degan kitob bor. Muhammad ibn Sama'a Imom Muhammad ibn Hasan Shaybanidan olgan masalalarni to'plab kitob qilgan. Bu Navodir Muhammad ibn Sama'a deb atalgan. Bundan boshqa Mualla ibn Mansurninki Navodir degan kitob bor. Hasan ibn Ziyadninki al-Mujarrad degan kitob bor.
Bu şuna ikinci dereceli rivayet. Bu qaytışqa işlesi bo'lmaydi degan. Fi Qadixonni tanıştırdık. Fatva toplama. Yani bu mazhabda işeniz kitaplarına birisi. Law quti'at tariqu alal ma'mur. Qaraqchi yo'lni kesiblam bulab talagan bo'lsa, hajga borgan kishi, va qad anfaqa ba'dal mal. Bu yo'l shu yer bag'ichi pul xarajatning bir qismini chiqim qildi. Famada fil hajj. Yani bu pulni qarashga tartib qo'ygandan keyin hajga meni yuribdi. Ba'zan qazi so'rabdi mesela, yoki ashhadu o'zi ishlab pul tepib, yeniden hajlabdi. Va anfaqa min mal nafsi. O'zining mol-mulkidan hajlabdi. Vaqa al-hajju an nafsi. Bu chaqda haj o'ziga hisoblab ketadi. Bu mu nimani ko'rsatadi? Ash pulmonning, sarf qilingan pulmonning ko'p qismi uyda qolgan kishining bo'lishi lozim degan bir shart bekitgan bizlar. Lekin bu o'zining yendan pul hajlab qolsa, o'ziga hisoblab ketadi dedi. Va in baqiya fi yadi shay'un min mal al-mayyit fa anfaqa minhu waqa'a an al-mayyit. Agar qulida shu o'lib ketgan kishining yoki avatgan kishining deydi, şunun mal mülkün biraz kapqagan bo'lsa, o'g'ri bo'lgandan keyin ashini sarf qilsa, o chaqda meyitga yoki shu uyda qolgan kishiga hisob bo'ladi. Va in raja'a va anfaqa ala nafsi min mal al-mayyit. Va in raja'a degan bulangchi bulg'a yadin yerim yo'ldan qaytib ketsa dedi. Hajga borgan kishi bulang talang uchirgan yerdan yutiga qaytib ketsa, va anfaqa ala nafsi min mal al-mayyit. Ashu meyitninki pullarni sarf qilib hajlab qaytsa, lam yadman idza raja'an nas. Tulmaydi dedi. Qachon tulmaydi? Shu karvonda bag'allarning hammasi ashunda uchrab, bulang talang uchrab, hammasida qaytib kelgan bo'lsa, tulmaydi. Lekin boshqalar hammasi hajga boribdi. Bu yo'lda bulangchi bulab talab ketdi. Rablam uyga qaytgan bo'lsa, buni ishonilmaydi. O chaqda to'laysiz deydi. Chunki bu yolg'on aytganning alomati. Lekin hamma kishi anda qaytgan bo'lsa karvondagi shu shadim man hamma kishilar Rasululloh olibdi deb tushungan. Buyurgan kishi bulan to'xtab ma'mulni yo'q qo'ygan taqdirda bizga ko'rsatsa, ajr o'zi uchun bo'ladi yo'qmi? Gerçekten yerni oldim shunda. Chunki bu yerda anfimazda bekitgan shart shu qilingan chiqim hammasi ko'p qismi shu amirning bo'lishi lozim degan. Agar unda bo'lmagan taqdirda o'ziga hisoblab ketadi. Qala va ma fadala min an-nafaqati yarudduhu ila al-wasi aw al-warathati aw al-amir. Bu shu kishining hajga berish uchun necha pul bergan bo'lsa, ashuni hajlab keyin xarajatni ishqog'ini bu qo'ldagi bir omonat. Eshib qolsa, uni vasiyat qaytirdi. Vasiy degan o'lib ketgan kishi, tablab qo'yilgan kishi. Vasiyatni topshirgan kishi. Men o'lib ketsam, mening o'rnimda mush pulda birisini haj qildirib qo'ysizlar deb birisi topilgan bo'lsa, shu kishi vasiy, shu kishiga meyitning vasiyasiga qaytirdi shuni. Avval varatha yoki vasiy bo'lmaydi, mirasxo'rlar bo'lib qolsa, mirasxo'rlar qaytirdi. Avval amr yoki shu hajga buyurgan kishi hayot bo'lsa, hayot bir kishi buyurgan bo'lsa, shu kishining o'ziga qaytirdi. Li'annahu lam yumallikhu zalik. Chunki bu pulning hammasini deb uni kirakesh qilib unda ijaraga ish yo'q. Faqat lam mening o'rnimda qo'yan degan ekan, nechpul chiqim kes shuni oldi, uning ortiqini qaytirdi. Va inma a'tahu liyaqdiyal hajja. Uningga shu haj qilib qo'ysin deb bergan pul. Eshiblarni qaytarish lozim. Fama fadala yarudduhu ila maliki va li'annahu lam yastajirhu ala zalika liyamlika al-ujra. U qulug bergan pul shaqqi deyilgan taqdirda bu ijara, kiralash masalasi emas. Lekin bu shaqqiga ega bo'ldi, o'zini olib ketdi degilmaydi. Ijaralash olgan bo'lsa-da shartdan qaytib shuni bo'lib ketdi deydi. لأنه لا تصح الإجارة عليه. Çünkü haj qilish uchun boshqadan kiralash bo'lmaydi. Ibodatda kiralash yo'q. Hal kiralashga zaruratmi yo'q. Mesela boshqadan bunda o'rinda haj qildiysa, uni masalasi bo'ldi-ku, uning zarurat yo'q deymiz. Kiralashga zarurat yo'q. Ana Hanifi mazhabda asli mutaqaddimin İmam Abu Hanifa va shogirdlarining qarashi taat ibodatlarda birisida kiralash bo'lmaydi degan. Keyin İmam Abu Yusufning zamonlarida, İmam Muhammadning zamonida imomatchilik, qozilik va mudarrislik, muazzinlik ishlariga biz shunda maosh belgilab qilmasak, din ajrab ketar ekan deb bular shunda ishlarga
ruxsat qilgan. Lekin ma'u uning jumlasida emas. Bu odamga bir sajda qo'ysin, bu din zaliki shu. Faqatlama shu umum nima ishlarga ruxsat qilgan. Darurat bo'lganlik uchun ruxsat qildi. Ya'ni bu yerda darurat degan gap yo'q. Bu odamning o'rnida boshqa bir odam ajib qo'ysa, masalan bo'ldi. Vasayatika fil ijarat inshaalloh taala. Hajga adam kiralash masalasi kitobul ijaratda tafsil bayon qilindi. Yani Hanifi mazhabda unda hajga kiralash yo'q. Haj bedel degandek narsa shu. Ko'pincha shu kiralash bilan muloqot. قال ومن أوصى أن يحج عنه فهو على الوسط وهو ركوب الزاملة لأنه أعدل الأمور. من o'rnimda haj qildirib qo'yanlar deb vasiyat qilgan bo'lsa, o haj chiqimlarga sarf qilgan pul o'ttirhal darajada chiqim qilindi. Hozir hajdan masalan 2 yulduzlik, 3 yulduzlik, 5 yulduzlik degandek darajasi bor. Mehmon kutishlininki, hammaniki darajasi bor. Shu masalan 2 yulduzlik degandek, bunda 3 yulduzlik degandek nimada. Yoki masalan mashina bir-bir qildigan, poyezd bir-bir qildigan, parxutda bordigan, aeroplanni bordigan bo'lib qolsa, mashina poyezd o'zi bo'ldi degandek bir daraja. Yani aşı derecede nida bekte vaho rukubu zamila. Yani burun ay ulaqqa minib yoki minib bardigan isbatdi. Mesela minib birişan tuvan ayrım bir ulaqqa minish bu yuqri, ayrım bir to'g'ga minib rahat mansa, ya ayrım bir atqa minib rahat mansa bu nima? Yani o'ttir darajasi qaysi esa o'zining yuqtaqlarini atgan ash ulaqqa minsa bu o'ttir daraja. Yani ikkiga hozir bir kira ketdi. Yuqtaqqa ayrım bir to'g'a, o'zimizga ayrım bir at ya qechir emas. Bir zamila degan shunda yuqtaqlari artilgan tuga yoki uning boshqa ulag'lar. Ashuningga minib ajqisi o'ttirhal. Agar uningga yuqtaqlarni atib, yuqtaqlarni atqanga minmay ayrim bir atqinsa bu alayda super haj bo'ldi. 5 yulduzlik burun qo'ydim. Ashu o'ttirhal. Hozir saatda o'ttirhal shunda qo'ymazmiz. Va man mata va alayhi hajjatul islam. Her derece kılmayı ölüp ketken kişi olup kalsa falan yoksa. Yani bu vasiyet kılış lazım aslında. Hec bunun farz boğan. Farz bulap, baralardan duruluk. Bu aşında hec bağmay ötküzü ettima geldiğinde kaldı deyince. Bundan iken bu vasiyet kılış lazım. Ballarım ben hec baramay kalgan farz boğan çağdım o. Dünyanın işleriyle meşgul olup. Şimdi onun da puanla, hec bulur puanla vasiyet kılışı vacip. Xuddi boshqalarning qazini ularning mandamonchi pul babini berib o'tinglar deb vasiyatga o'xshash. Falam yusam vasiyat qilmabdi. La yajbal al-warisi an yahujj anhu. Miras bari uning o'rnida haj qo'yishi vojib emas. Mustahab deydi masalan. Bu mazhabda shariat mustahab demakchi. Boshqa ulamolar vojib deyishi mumkin. Lianna al-hajja ibadatun. Chunki haj bir ibodat. Fala tataadda illa bi nafsihi. Haqiqatan aw hukman. Şuna ya özü qilish lazım buni yoki hukman o'zi qilganning o'rnida turadiganға buni tapilab vasiyat qilib qo'yish lazım. Men qilamdim, siz qilib qo'yinglar, qildirib qo'yinglar deyish lazım. Bil istixlaf o'rniga bir odamni o'rinbosar qilib belgilash orqali hukman o'simo ashuni bir inja chiqishi lazım. وقضية هذا ديان ينبغي ومقتضى هذا بون من تقزق له أنه لا يسقط عنه لو حج عنه غيره بغير أمر يعني مشو من تقزق له مش جاب جقرق جاب دسه وأدمن خبر yok hem tapılmagan turuluq birisi aş adam üçün acıq qoysa o adamın gəldiğin gəzine saqlanmaydı o. İlla anna qulna ayna qılanması kerekti dedi. Muşunun taqazzası boyunca desek başqalar onun ruxsatsız yoki buyruqsız xabar yok acıq qoysa o adamın gəldiğindən farzayını saqlanması kerekti. İlla anna lekin biz nishada qulna yani biz istihsan bilan qiyasını taşıldık dedi. Law hajja al-warithu anhu bu adam tapılmagan bolsunmu miras ko'ra o'lib ketgan dadasi uchun haj qo'ysa aw hajja ya boshqilni hajga avat haj qildirib qo'ysa saqata anhu istihsan jihatdan o'lib ketgan kishining gardidan farzay saqt bo'ldi deymiz li hadith al-khat'aniyya mana istihsanning hozir dalili nima hadis yani hadis o'g'achqa biz qiyosni tashladik demoqchi. ولما روي أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم
Muşu vaqalikda Rasululloh shu kishilardan so'rdim, onangiz vasiyat qilganmidi, topilganmidi deb so'radi. Ularga har ikki ahvolda o'xshash demoqchi. Sevimsizlikka Burayda radhiyallohu anhu hadisida shu ayol degan, "Inna ummiya lam tahujja qat, afa ahujju anha?" qala hujji anha. Ma kitobdagi rivoyatning sahih varianti shu. Qala va yahujjuna al-mayyit min manzilihi. O'lib ketgan kishi uchun ajib qo'ygan ahvol bo'lsa, osh kishi tug'an joydan uydan o'tdi. Uydan degan gap shu yutidan qo'zg'ilib ajib qiladi. Li'annahu al-muta'arif. Chunki birisi o'rnida ajib qo'ydi, shu kishi nada shu mangandek o'xshash qilib qo'ysa, odatda shuni tushunamiz deydi. Bu vasiyat bilan nima qilgan ahvolda shunday. Ya'ni tabarru'ni qo'ygan ahvolda boshqa mazhablar masalan mutabarra odat qilib qo'yish bo'ldi desa, Makkada turib bilan qilib qo'ysang bo'ldi. Yutidan qo'zg'ilish kerak emas. Degan ma'noda vasiyat qilgan holda cho'qim shu jutdan qo'zg'ilish lozim. Va kama law kana hayyan fa hajja. Xuddi ash kishi hayot bo'lsa, shu nadan qo'zg'ilgan bo'lsa, o'rin bosarimi shu yerdan qo'zg'iladi. Va kadalika idza mata fi tariq al-hajj fa awsa. Shundaqla hajga minib turib kishi, lekin yo'lda ketishga vasiyat qilib qo'ygan bo'lsa, o'xshash degani birisi yerim yo'lda o'lib ketgan kishi uchun haj qilib qo'ymoqchi bo'lsa, shu yo'ldan boshlab, o'zining judidan boshlab hajga boradi. Va qala sahiban imom Abu Hanifaning mazhabiga hisoblangan qarshi sahiban yuhajju anhu min haythu mat. Nada o'lib ketgan bo'lsa, masalan bizning judidan chiqib jiddiy kirib o'lib ketgan bo'lsa, jiddidan bir aydan shu yerdan davomlashtirib haj qilsa bo'ldi deydi. وكذلك لو مات المأمور عند aşı kişinin o'rnida chiqib qo'yishga mangan kishi u o'lib ketib qolgan ahvoldami, mushu yuqorqi talash tartish o'xshash xil qarash bor. Yuhajju anhu min manzili. Boshqalar uchun haj qo'yishga mangan kishi yerim yo'lda ketsa, ya'ni buning o'rnida haj qilgan kishi cho'qim yana shu jutdan boshlash lozim. O'lib ketgan joydan emas. Imom Abu Hanifaning shunda sahiban shu nada to'xtab qolgan bo'lsa, shu yerdan boshlaydi demoqchi. وعندهما حيث بلغ لهما أن خروجه من بلده معتد به. Sahibanning dalili bu ishkaydan shu jutdan chiqqan chaqda, shu jutdan chiqishi haj qilish uchun hisob bo'ldi. Hisob qilgan to'qini, g'ayri saqit, inovasiz emas. E'tibor qilinadi. Qala ta'ala va man yakhruj min baytihi muhajiran ila Alloh va rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Hijrat qilgan kishi yerim yo'lda o'lib qolgan bo'lsa, savobga erishadi dedi Alloh taolo. وقال صلى الله عليه وسلم من مات في طريق الحج كتبت له حجة مبرورة في كل سنة. Bu ajraq hadis bo'lishi mumkin. Haj qilish uchun chiqib yerim yo'lda o'lib ketgan kishi har yili maqbul bo'lgan saf va ixlos bilan qilgan hajning savobi ezilib turdi degan. Wali Abi Hanifata qawluhu sallallohu alayhi vasallam idza mata ibn adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Mushadisna dalil qildi Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. Üzülüp kaldı degan ekan, üzülüp qalsa yo'ldan boshlaysiz degandek. Sahibanim deydi, üzülüp qalgayadi ulaymiz. Wa li anna al-hajj lamma lam yattasil bil khuruj ma aqli dalili Imom Abu Hanifaning. Bu haj jutdan chiqib davomlashib tushib ketgan ahvol yo'q. Yerim yo'lda bir üzülüp ketib, uningki yana yangidan boshlagandek bir ahvol bor. لما لم يتصل بالخروج لم يبقى وسيلة bo'lish kerak shunami وسيلة إليه يعني لم يبقى الخروج الأول وسيلة إليه demak dastlabki qitimda safarga otlangani bu hajning vasilasi emas bo'lib qoldi. Keyingisi ondan shu hisob bo'ldi. Fala yu'taddu bihi an hajji. Undan keyin ilgirki uzib qolgan safar haj safari deb hisoblanmaydi. Va in hasala thawabu bi'adillah va rasulihi. Alloh va rasulining va'dasi bo'yicha savob berishmi, lekin u hajning safari deb hisob qilinmaydi. Qala fa in lam tablughu an-nafaqatu famin haythu tablugh. Shu qoldirib ketgan merosning 3dan biri duduq yoki belgilab qo'ygan bir nafaqa bo'lsa, 50 ming ko'y deb belgilangan bo'lsa, shu jutdan tortib berib kelishga yetmaydi ekan. Masalan 50 ming ko'y desak, bizning jutdan Urumchidan minib, rang berib qaytishga yetmaydi desak, famin haythu tablugh. Yetadigan joydan biraydan berib ajib qo'ysa bo'ldi. Asli bo'lmas kerak qiyosda, lekin
istihsanan buldu dedi. Aşı kişinin bir gadından bir saq bulab qalsa. Lianna qasdahu suqutul fard anhu. Çünkü bu kişi ayda vasiyat qilgan ahvolda aş pulni belgilab muşunda haj qilganligini o'rnimda degan ahvolda asl maqsadini aytdi. Ish gadindim shu farzay saq bo'lsa ekan degan arzusi bor. Fa idza lam yumkin alal kamal fa biqadri al imkan. Mukammal o'zining shu arzu qilgan shaklda o'rindash imkoni bo'lmasa, shunga yaqinroq keladigan imkonini yar berischa o'rinda emas. Wa idza balagatil wasiyatu an yahujja rakiban, ulaqimini haj qila oladigan bo'lib qolsa, ya aeroplanda bora oladigan bo'lsa, hozir falaysa lahum an yahujju mashiya. Hajga boradigan kishi yo'q aeroplanda men mashinada bir haj qildim. Endi mandanim qilsa bo'lmaydi. Aeroplanda boradiganga yetadigan bo'lsa, aeroplanda berish lozim. وإن بلغت ماشيا من بلده وراكبا من الطريق eğer tulaqanda aeroplanga ya ulaqqa minib berishga yetmaydigan. Lekin ba'zi yo'lni piyoda, ba'zi yo'lni ulaqqa minib berishga yetadi ekan. Ba'zi yo'lni mesela aeroplanni, ba'zi yo'lni mashinada boshqa. Bunda bo'lib qolsa, qala Muhammad yahujju rakiban min haythu tablugh. Ulaqlan biralgan, ulaqlan birab, qolgan yani shu minib yoki mashinada mansin buldu. dedi. Lianna Allah Taala innama awjaba al-hajj rakiba. Çünkü Allah Taala baş kişi vasiyat qilish orqali ulaqqa minib haj qilgan uchun degan bo'lg'achqa ulaqqa minib haj qilishi vojibmish. Allah Taala ashunda o'rinda esladigan bo'lg'achqa Allah Taala vojib qilib o'tgandek. Undan keyin ulaqqa minib qilalarga yada ulaqqa minib qilish lozim. Aeroplanni chiqaradigan bo'lsa, bilet oladigan bo'lsa, aeroplanni bilet qilish lozim. Yani qatqag'inni imkoniyat bo'lmasa, o'chaq piyoda yoki mashinada mansub bo'ldi. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أيهما شاء فعل. أبو حنيفة رحمة الله عليه كان روايته قيسن قيس buldu. Ne basın buldu, ulaqqa basın buldu, bası buldu demekçi. Qaysi qis buldu degene jutin tat men paramdo mashinada. Yoki ba'ziyani minib, ba'ziyani ulaqqa minib paramdo o'xshash. Yana fi kulli wahid minma qusuran min wajhin. Çünkü her ikkisida ma'lum bir tarafdan yetersizlikli bor. To'liq minib basın yetersizlik oldu. Bir qismiga minib, bir qismiga ulaqqa minsin, yana yetersizlik oldu. Asli to'liq qilmaydi, boshdan oxir ulaqqa berishdi. Undan keyin her ikkisi yetersizlik bo'lgan ekan ixtiyoriy. فإن رجع المأمور وقال عند hajga borgan kishi yenib ketdi. وقال منعت yo'lda to'sib oldi, chegizmidi, chegirdan chiqamidi deganda gapni qilsa, وقد أنفق في رجوعه من مال الميت qaytishqimi ash meyitning pulini hajgan bo'lsa, وكذبه الورثة mirasxo'rlar yoki avul vasi ay vasiyat qilmagan kishi yo'q yolg'on aytding deb tursa u kishini to'svan ma'lum sen to'soldi deblam pulni hajlab ketsa deb qolsa domina chiqim qilgan pulni to'laydi. Qo'li 50 ming tutqizgan bo'lsa 50 ming qaytirdi. 40 ming hajlab qilibdim yo'lda to'shabdi deb kasb bo'lmaydi. İlla an yashhada lahu az-zahir bi an yakuna mashhuran. Faqat lamda amaliy ahvol ashuni rast deydigan bir isbot shaklida bo'lsa, mesela xabarlik chiqdi, falan yadimda vaqa oldu, shunlarni urushlab qilib, unda saqchi chigizmabdi, bir qatim baga aeroplanga 500 kishi eng kapti degandek bir xabarli bo'lsa, ishimiz u chaqda shu pulni sarf qiladi. Va inidal hajja va kadzabu. Unda men haj qildim. Sizning dadalar uchun haj qilib keldim, sizlar uchun haj qildim deb shunday dedi. Lekin bu kishi yoki uning mirasxo'rlari ishonmadi unga. Yolg'on aytdi. Sen hajga bormabsan, haj qilmabsan, dadam uchun deb. Ishongan holda fal qawlu lahu. Hajga borganimning gapi hisob bo'ldi. Osh qasam qilib bersa, men hajga bordim deb qasam qilib bersa, shuning gapi hisob. Nima uchun bu aslida bu muomala nima muomalasi? Amonat muomalasi. Birsiga ishonib, ondan shu odamni tanlab nima qilgan ekan, bu ishonch ustiga qurilgan narsa. Wa in aqama al-bayyinata annahu kana yawm an-nahr bil-Kufati lam tuqbal. Wa in aqama yani al-waratha wal-wasi demakchi. Agar mirasxo'rlar sen hech kuni arpat kuni falan ya dikensen o Dubay'da oynatkensen, Saudi Arabistan bağlatkensen, Ciddi'de jürüpkensen deb ispatını qilsa, guvochilar u chaqda ularning isboti qabul qilinmaydi, isbot rad qilindi.
Nima uchun degan chaqda? Chunki bu bir narsani nafiy qilishga turg'izilgan isbot. Isbotlash uchun turg'izilgan isbot bo'lgan bo'lsa, qabul qilindi. Bu nafiy uchun turg'izilgan isbot. Xuddi u hajga bormadi deb guvohlik berish orqali nafiy qilgan bilan o'xshash. Wa in qamat ala iqrarihi annahu lam yahujj qubilat. Haj qilmadan iqror qildi. Qamatul bayyina ala iqrarihi. Ya'ni in aqama al-bayyinata ala iqrarihi annahu lam yahujj. Mirasxo'rlar va vasiy bular hajga borgan kishining hajga bormadim deydigan iqrosiga isbot keltira olsa, bularning isboti qabul qilindi. Men haj qilmadim deb boshqa og'inlarga masalan falani menga haj qo'ysa pul o'tdi, men haj qilmadim, pul boshqa hajlatdim deb 3-4 og'inlarning qash degan bo'lsa, bu 3-4 og'inlar guvoh. Bu odamning hajga bormaganligiga guvoh bu. Men haj qilmadim deganga iqror qilganligiga bir dalil isbot tiklanib qolsa, qubilat. Ash dalil isbot qabul qilindi. Davom ekan, bu amma chiqimni to'laydi. Va in kana al-mayyit gharimun, o'lib ketgan bir kishi qazga bo'lib qo'ygan bir kishi bo'lsa, o'lib ketgan kishining hayot bir kishida 50 ming puli bor ekan. Qarz. Fa umira an yahujja al-mayyit bima lahu alayhi. Mirasxo'rlar tarafidan ya vasiy tarafidan sizlar ashu otimizning sildiki 50 ming pulni hajlab, otimiz uchun haj qo'ysizlar, pulni qaytarib jumay keyin savdosizlar qilib qolganni deb boshuna buyurilsa, fadda'a annahu hajja, man haj qilvatdim shuningga deb da'vo qilsa, lam yuqbal illa bi bayina. Isbotsiz qabul qilinmaydi. Chunki u qarzdan qutulganligini da'vo qilgan. Shu isbot lazım. Xudodan men sizga pulni qaytarib berdim degandek bir gapimiz bu. Isbot bo'lsa, undan qabul qilindi. Isbot bo'lmasa, qabul qilinmaydi. Isbot mishada ya shohid bo'lish kerak, yoki shunda hajga borgan viza, Saudiya Arabistonda tug'anligi, shunda bir isbot bo'lishi lozim. Tushunmay bormi? Bu mutabarra. Bu aslında ya benim dadamdı, ya benim de yakınımdı, ustazımdı. Ya bu kişiler için bir anda hizmet koyaydı. Aslında bir hizmet kılgan olsa, hem bir taraftan şu banadım ama herhangi bardiken ma eşya bir haramlı köygaç, eşya özengim bir dua kılavaç, eşyanın bereketinden elvagaç kilaydı kalsa, aslında bir mutabarra boğaçka bunun başka bir onda hukuk numarları bulunmaydı. Fidakarlık olan bağdı. Ya tülmeydi. Hiç tülmeydi. Çünkü bu anda ulam Allah'tan geldi. Bunun ağında tülenkenmeydi. Fakat bu kişi aşında hemen neyse kız aldığı keltürlük. Ayşe şeytan taşırqa deslik için sıkıntı ketişi mümkün, yerim oldu ağrıp kalışı mümkün. Aşında turup bilip tabarruk kıysa oldu üzü. Bu vaqtda ulan Allah'ın kimdir bilek demeni takdirdan sebep bilen şu Allah'ın tümketin kilo olmalı. Bu vaqtdan da anlaşılır. Yani anamalı kere oğlu aktif etti yaksınlıktan. Öyle şu qaroqchilar aslında bulash, yavaşlığı urutish, aynı ehtimalla batırıp men yardım qilay bo'ldi. Baray degandikan bu mutabarra. Vallohu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.